Va'dasining ustidan chiqmaydiganlar siz munofiqsiz oshna. Hoji aka bo'lsangiz ham, qora aka bo'lsangiz ham, imom bo'lsangiz ham, eshon aka, tafsir aka bo'lsangiz ham siz munofiqsiz siz. Saxatdan bilasansiz, siz Rasululloh aytganlar. Va'da bersa ustidan chiqmaydi, gapirsa yolg'on gapiradi, omonatga xiyonat qiladi. Omonatga xiyonat qiladigan siz munofiqsiz. Yolg'on gapiradigan siz munofiqsiz. Namozxon bo'lsangiz ham, hoji aka bo'lsangiz ham. Menga o'xshab jog'ingiz soqolingiz bo'lsa ham. Unutmang. Bu men do'p kiydim, soqol qo'ydim, men chakmon. Kim bo'ling, Namangonda bitta aytsangiz, bundan zo'r qilib tikib beradi. Namangon bilasiz, chevarlar makoni, dunyo tan olaydi. Nima 300 ming, 500 mingga buni tikib beradi, soqol tek qo'ysa o'sadi, do'ppi 100 ming, 50 ming, 30 mingga ham bor. Kiyasiz bo'ldi, siz zo'rmisiz? Hozir sizga doktorning kiyimini kiysam, doktor bo'lib qolasizmi? Yo'q. Men pajarnikni ustoshini kiysam, pajarnik bo'lib qolamanmi? Yo'q. Bu degani musulmonni ko'rinishdaqa bo'lib qolish, musulmon bo'lib qolmaydi. Payg'ambarimiz alayhisalomdan bizga faqat salla, do'ppi, soqol, chakmonni o'zi qolmagan. Rasulullohdan bizga odob qoldi.